tomoshabinlarimiz uchun mana maxsus video tayyorlayapmiz. Mana dakallar. Bular hozir necha oylik bo'ldi? 1 oylik bo'ldi. 1 oydan o'tib qoldi mana shu jo'jalarimiz mana toza dakam. Bu mana enasi, dadasi yoqda hozir ko'rsatib o'taman uni ham videoda. Jo'jalarimiz mana sog'lom hammasi mana. Bir ko'rib mazza qilinglar. O'tlarni yeyapti mana ko'mko o't. Ariqda suvlar oqayotibdi oldimizda. Tavuz ochib chiqqan mana qarayapti bemalol. Hozir nariga ko'rsataman hozir xo'rozni mana shu qaro jo'jalarni tuxumidan hozir olib ketdimmi? Shularni enasini tuxumidan. Opshi 24 ta tuxum olib ketdim. Shundan qo'yib bir ochirib olaman, xudo xolasa mana. Tavug'imizni mana ko'rinishi, jo'jalar normal o'syapti ekan mana. Hozir narigisini ham hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Chiqaman. Hurmatli tomoshabinlar, qaro tavug'i ballari mana bu yerda hozir bitta xo'roz, bitta makiyon. Mana ko'rinishi. Bularga necha kunlik bo'ldi hozir? 2 oylik bo'ladi. 2 oylik. 2 oylik jo'jalarimiz mana. Hozir mana bu yerga chiqadi, hozir ko'rasizlar. Bunga ham baho beringlar jo'jalarga. Mana ketdi mana ko'kutga qarab. Bu manasi xo'rozchasi. Nargisi makiyoni manasi. Ikkalasi hozir mana birga. Xo'roz pasta tavug'i bilan. Xudo xolasa mana shulardan xudo xolasa keyingi yilga bir ko'paytiraman mana. Hozir endi xo'rozni ko'rsataman. Bu yerda mana bu yerda ham jo'jalar bor ekan. Buni ham tavuk ochib chiqqan. Hozir mana buni ochib ko'rsatamiz hozir. Qanday ochiladi? Mana bu yerdagi 6 ta. Buni ham tavuk ochib chiqqan. Bularga ham shu примерно 10 kuncha bo'lib qoldi. 10 kun bo'lgan bularga? Bular ham 10 kunlik bo'lib qoldi hozir. Jo'jalarimizni ko'rinish. Hozir yerda ota enalari bor, shularni ham bir ko'rsatib o'taman. Hurmatli obunachilar, mana xo'rozlarimiz, makiyonlarimiz, shularni ballari mana. Ha, xo'rozimizni ko'rinishi. Tavuklar yakita shu qaro makiyonni ballari. Hozir shularni tuxumidan olib ketdim. Hozir xudo xolasa bugun qo'ysam 21 kunda xudo xolasa ochib chiqadi. Ular yaqin o'tib ketdi endi.